halol mehnat degan mavzu bo'lganda biz aytamizki, Rossiyada yurgan, Janubiy Koreyada, Qozog'istonda, qayerda bo'lsa ham farzandlarini halol yo'l bilan boqishlik uchun uzoq safarlarga chiqqan odamlar. Halol yo'l bilan, shartini esdan chiqarmaylik. Halol yo'l bilan. Ha u agrodda dehqonchilik qilsin, ha u bozorda savdo qilsin. Ha u chet elda halol mehnat qilishlik uchun safar qilayotgan bo'lsin. Mana shu halol mehnat bilan safar qilmoqchi bo'lgan odamlarga aytamizki, birinchi navbatda ibodatni esdan chiqarib qo'ymaylik. Birinchi navbatda ibodatni esdan chiqarib qo'ymaylik. Halol mehnat qilamiz ekan deb namozni chekiga surib, roza, zakot, hajni chekiga surib qo'yib, keyin mehnat qilayotgan bo'lsa, buni mehnatida baraka bo'lmaydi. Buni qilayotgan pulida baraka bo'lmaydi. Ba'zi bir odamlarni eshitasiz, pullari ko'p bo'ladigan ehsonni qilar ekan, zakot bermar ekan. Ehson kerak emas.